20 bin so'mdan yubga boshlanadi bizada. Turgan modellaringizni atiga 25 bin so'm narxdan bemalol kelib xarid etib ketsalar bo'ladi. Toshkent Gumanitar fanlar universiteti talabalari sizlarga vizib original koftalarimizni atiga 49 bin so'mdan skidka narxlarda xarid etsa bo'ladi. 60 bin, 70 bin, hattoki 195 mingdan ham sotilgan modellari bor. Atiga 45 bin so'mdan Firdavsdan kelib xarid etsalar bo'ladi. Assalomu alaykum yaqinlar. Bugun sizlar bilan qisqa vaqt ichida o'z mijozlarini va o'z brendini ega bo'lgan Firdavs Optim narx kiyim do'konimiz yaqinlar. Bilasizlar, Firdavs do'konimizda 3 ta filiali bor. Birinchisi To'rtko'l, Beruniy, Ellikqal'a bo'ladi yaqinlar. Hozir imенно sizlar uchun imенно To'rtko'l filialimizda eng zo'r narxlarda qizingizni giyintirajekmisiz, o'g'lingizni giyintirajekmisiz, maktabga format berajekmisiz, popkap berajekmisiz, hammasini shokolad narxlarda qilib beramiz yaqinlar. Eng asosiysi yaqinlar, bozorda issida bozorning ichine girib chiqib yurish shart emas. Adreslarimizni hozir tushuntirib o'taman yaqinlar. Bu yerni ko'pchilik biladi. Bu ko'chamiz shu hozir toza prokuraturaning ko'chasi bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, shundan kelaversangizlar chap qo'llaringizda Firdavs Optim kiyim do'koni bo'ladi. Undan tashqari bilasizlar, bu do'konimiz Umid Anga baliqxonasi bo'ladi. Umid Anga baliqxonasi desa ko'pchilik biladi. Shu baliqxonamizning yonginasida. Bu yerdan kelaversanglar bu yerda Muhit Anga Razinoy bari nerede desangizlar ko'pchilik biladi u yer. Agar bu Media Parklardan kelaman desangizlar, Alkashoy ko'chadan shunday to'g'ri ketkazsangizlar, shunday o'ngga qarasangizlar, o'ng qo'lda bizning lokatsiyamiz joylashgan bo'ladi. Yaqinlar, endi videoni oxiridan kuzatinglar, sizlarga eng kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Video davomida o'zingiz fikrlaringizni kommentariya yozib, like'larni bosib, qizimni maktabga, balamni maktabga tayyorlattirman, forma papkisini bir yerdan taxlayacakman, arzon narxda, lekin sifatli mahsulot olasin bor. Değerlari jibar qo'yasizlar yaqinlar. Video davomida o'zingiz fikrlaringizni yozib ketasizlar. Obunachilarimiz bilan bir salomlashib bersangiz og'a. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli Firdavs do'konining mijozlari. Xudo xolasa Firdavsning To'rtko'l filialida bugun maktab formalar uchun eng katta chegirmalarni e'lon etganmiz. Birgalikda donishtirib ko'rsatib chiqamiz. Og'a, endi bu qarang, bu hamma chegirmalaringiz, shu aksiyalarimiz 3 filialingizda amal etadimi? Xuddi shunday, Ellikqal'a, Beruniy, To'rtko'l filiallarimizdan uchisida ham amal etadi aksiyalarimiz. Glomniysi og'a hammasi bir narxda, lekin yuqori sifatda bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunday, eng sifatlilari. Og'a, boshdan bosib berik buni. Bo'ldi, yangi tarafda. Xo'p, asosiy yangiliklarimizdan ana shunday Turkiya Pekinning ajoyib bo'lgan 2026-yil eng oxirgi trenddagi zamonaviy koftalarimiz yetib keldi. Xudo xolasa narxlari aralashsin. Buni ko'rsatib o'tasiz. Ya'ni 190 ming so'mdan 140 ming so'mga tushgan. Boshindagilari bo'lsa 169 ming so'm skidga tushib turibdi. Og'a, shunda qarang, 190 ming so'm sotilib turgan narsani 140 mingga skidga tushirdik. Endi qarang, bundan ham arzonroq atamiz. Saylab olishar, bu yoqda yana har xil modellari bor buni. Studentlarga kundalik kiyimlar kiyish uchun ham beradi. Ma'qul keladi. Ana shunday zo'r koftalarimizning narxini hammasini bir chetidan 129 ming so'm narxda skidkada qo'yib beramiz. Hozir siz shunda 210 mingliki bor, 190ligi bor, boshqasi bor. Hammasini standart 129 mingga qo'yasiz. Xuddi shunday, 129 ming so'mdan shu bo'limimizdagi ko'zina ko'rinib turgan koftalarimizni skidka narxlarda obunachilarimizga qo'yib beramiz aksiyada. Yaqinlar, faqat kelish kerak, usbeda qolish kerak. Bu chegirmamiz og'a shu maktab sezoni, shu kundalik kiyman deb almashtirib kiyman degan o'quvchi talaba qizlarimiz uchun, to'g'rimi? Xuddi shunday. Gap yo'q. Yaqinlar faqat kelish kerak. Xuddi shunday. Undan boshqa ham bu yerda yoz uchun oxirgi chegirmalarimizdan birisi, ya'ni tugatish munosabati bilan shu narsalarimizni, futbolkalarimiz soni ko'p. 60 ming, 70 ming, hattoki 195 mingdan ham sotilgan modellari bor. Atiga 45 ming so'mdan Firdavsdan kelib xarid etsalar bo'ladi shuni. Shunda shu ko'rinib turgan любой bir modelini, shu 90 ming, 100 ming sotilgan любойini 45 mingga olib ketadi. 45 ming so'mdan olib ketadi. Eng arzoni operator ko'rsatib bersangiz 100 mingdan 65 ming so'mga sotilgan. 45 ming so'm narxda skidkada bemalol olib ketaveradi. O'shagan любой bir futbolchisi. Xuddi shunday. Hali u hammasi emas. Firdavs bilan cheklanib qolmaydi. Bu ko'rib turgan modellaringizni atiga 25 ming so'm narxdan bemalol kelib xarid etib ketsalar bo'ladi. Bu nima deydi, bir bazaviy modellar. Bozor o'zara uyda giysangiz ham atiga 25 ming so'm. Yaqinlar, faqat kelib ulgurib qolish kerak. Bir necha skidga hamma bo'lavermaydi. Hozirgi kunda prosta sezon bo'lgani uchun o'sha sezonni tugatilishini og'amiz
Ucu 95 ming so'm, o'zingiz ko'rib turibsizlar, 100 ming so'm sotilgan 45 ming so'mdan sho'dayini olib turibdi. Buni 25 ming so'mdan yechida yo'q-ku. Yaqinlar faqat gelish kerak bo'ladi. Undan tashqari navlarimiz bor enaga. Undan tashqari beda yurt turansin, klassik shimlarimiz bo'ladi. Bo'lib ham Pekin original mahsulotlari. Bularni har xil svetlaridan bor. Misol uchun yana parlament, sini, o'qisha, ko'chaga, yana kundalik yeyish uchun oq svetlar ham bor. Ya'ni narxlari 180 ming so'mlik shimlarimizni o'shada yurt turayna, xohlasalar beda qarishnoy, ya'ni bir-biridan chiroyli svetlari bor, bir gap bilan aytganda. Yerda ko'rib turganlaringiz yaqinlar ko'nglingizni nechki rang xolasa, ko'nglingizni qaysi yoqsa shuni olib ketaverasizlar. Xuddi shunday 180 ming so'mdan atiga 110 ming so'mgacha skidga tushirganmiz. 110 ming so'mdan bemalol 180 ligidan 160 ligidan ham sho'rdan xarid etsalar bo'ladi. 180 ligi, 190 ligidan ham 110 mingmi? 110 ming so'mdan skidga qo'yib beramiz. Yaqinlar ko'rib turibsizlar, standart baho qo'yib berib turibdi. Kelib turib, "Ibn so'm ekan" deb so'rab birmizlar. Keldingiz, shu videoda shu narsa aytildimi? Gelib şunu olib, doğru kassaga baraverasizlar yaqinlar. Xuddi shunday. Bundan tashqari ichki narsalarimiz bor. Endi qahramona endi sizni nima desam, 3 filialınız mesela 5 yil bo'ldi bu asos solingan bu filiallaringiz. Firdavs brendini ağa. Endi bu narsalaringiz o'ta darajada zo'r, haqiqatan ağa. Endi maktab sezonlarimizda nechta yangiliklar qilib bilamiz. Maktab sezonidan bu tarafimizda zo'r yangiliklar bor, ularni ham tanishtiramiz. Undan so'ng bu yerda krossovkalarimiz ham bir 20larimiz boradi. Misol uchun bu yerda yana 150-160 ming so'm sotilib turgan krossovkalarimizni ham narxini atiga 85 ming so'm narxi skidga qo'yib berganmiz, ya'ni yarim bahosini. Ana, yaqinlar narxini ham ko'rib o'tinglar, yana 175-119 ming so'mga tushgan. Shuni ham yana chegirma etib 85 ming so'm. Ey yo'qay, bunday bo'lishi mumkin emas ağa lekin. Yana Firdavsda undan ham zo'rlari bor. Ağa mesela hammasi har xil endi mesela vkusini yoqadigan zo'r, yana sifatli premium darajadagi mahsulotlar. Xuddi shunday. Yana mavsum bor, yana ko'rib turganingizdan setishni bo'ladi. Adidas bo'lib ham Campus eng arzon yanda 160 ming so'm sotiladi. Buni obunachilarimiz demoqchi biladi buni. Kelib turib, bularni ham atiga 85 ming so'm narxda, xalosa qarasi, xalosa qizili yoki-da oqini bemalol xarid etib ketsa bo'ladi. Yaqinlar ko'rib tursizlar, eng zo'r tanlov Firdavs do'konida bo'ladi. Nima uchun desangizlar, yubkalarni, jo'naklarni, oyoq kiyimlarni sizlarga shunday chegirma narxidan tushgan narxidan yanada arzon qilib berilib turibdi. Buni faqat qadrlash kerak, kelib qolib uspedatish kerak yaqinlar. Chunki o'zi eldimiz sezon o'qish boshlanadi. Qizlaringizni bolalarni bemalol kelaverasizlar fikala. Xo'p, bu taraflarimizda yuqorilarda papkalarning ham keng assortimentlari, hammasi qulay narxlarda, zamonaviy, original papka sumkalarimiz ham Firdavs do'konida tayyor. Ya'ni bir gap bilan aytgan vaqtda Firdavs do'koni maktab sezoni uchun 100% 7 dan 70 gacha, ya'ni birinchi klassdan tortib o'quvchi, o'qituvchi, studentlar uchun ham maktab formalarimiz tayyor. Bir gap bilan aytganda maktabning o'quvchisi qarovuldan ta direktorga deyin giyintirib berib bilasiz. Xudo xolasa bemalol kelarasizlar. Xo'p, narxlari bilan aytib o'tdigan bo'lsangizlar, misol uchun ana shunday gefurlari zo'r bo'lgan original koftalarimizni atiga 49 ming so'mdan skidga narxlarda xarid etsa bo'ladi. Ağa bu 49 mingga yechirda yo'q-ku, ağa. Endi qarang, yechirda yo'qdan boshqa, hozir reklamalarda eshitib turgan, ko'rib turgan bo'lsangiz, 70 ming, 80 ming sotadilar ağa. Yo'q, ham to'g'ri, 20 ming, 15 mingdan ham vajlar bor. Lekin biza eng sifatlisini, eng yaxshisini, ya'ni Bishkekning mahsulotlari, Turkiyaning, Pekinning mahsulotlarini aytib qo'yganmiz. Narxlar ham skidga narxlarda. Misol uchun isham Pekinning mahsuloti bo'ladi. Leon material, gifurlar ham garantiya ertaga yuvgan vaqtda kir mashinada do'kilib qolmaydi. Xudo xolasa bularning narxini atiga 59 ming so'mdan skidga narxlarda bemalol kelib xarid etsalar bo'ladi. Может быть, ağam, men doğrusu bozorning ichidan kelatirman doğrusu. Bozorning ichida bunday narx eshitib gatirganim yo'q-da. Ertaga o'zingizdan farzandlarimiz maktabga nerab borsa bilmay doğrusu garang bo'lib berdim. Endi xudo xolasa bizlar ham bildik, nereye kelish kerak, neden giyintirish kerakligini yaqinlar. Endi qarang, yubkalarimizni ham keng assortimentlari ham eng qiziq narsani ko'rsataymi sizga? Avan, siz xalqning duosini olacakmısınız ya pulini olacakmısınız ağa? Yaqinlar Firdavs do'konida haqiqatan men yine narxlar o'zi yozilib turibdi. Kelib buncha so'm baland qo'yib qaytib berish emas. Narxlar yozilib turibdi yaqinlar, bemalol kelib olsangizlar. Bir de yolg'on hech qanday narsa yo'q. Yine dazaxir 39 ming so'mdan ham yubkalar bor yine yaqinlar. Ko'rib turganlaringiz. Hozir o'zi hamma maktab formasi bir xil standart o'tayotir, to'g'rimi? Qahramona. Xuddi shunday. Shu kelib yana o'zlaridan model kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'rib
özlerine yaqqan modelini xarid etseler boladı. Bu bölümümüzde yurt duranız için birinci klassdan 7. sınıfgacha bo'lgan qizlarimiz uchun kofta yubkalarimizning assortimentlari bor. Bu tarafimizda esa kattalara assortimentlar bog'lanan bir qator ko'rsatib o'tsak. Bo'ldi. Esa ben tarafdan görədə olmasaq, ağa lekin gönəkleriz. Lekin uşaq götürpman sifət zor. Gap yox. Ben de уже küzeken tayyorgarliklarni ham ko'rib qo'ysiz. Xudo xolasa studentlara, o'qituvchilara ayna уже maktab boshlangandan bilasiz, biz sentyabr salqin boshlanadi. Kostyum shimlarimiz, kimdir kostyum yubka kerak bo'ladigan bo'lsa, kostyum yubkalarimiz ham har xil assortimentida bor. Короче, siz hozir yoz bilan kuzni g'amini bir standartda berib tursiz ağa. Xuddi shunday, pidjak desalar, pidjaklarni ham to'p beramiz. Narxlari 290 ming so'mdan boshlanadi. Har xil assortimentlari bor. Gap yo'q, gap yo'q. Yaqinlar. Endi ağa shu aytganingizni eng premium darajada brend giyimlarni bana qo'yibman debadingiz. Yani aytibadingiz, shularni ham bir tanishtirsak. Yurt turamiz, Hermes brendinden har xil assortimentda, ya'ni ro'molli, xalosa 2026-yilda eng trendda bo'lib turgan korsetli modeldagi koftalarimizni ham assortimentlari kelgan. Bularning narxlari bilan tanishtirib o'tsak, 150-160 ming so'm sotiladi. Atiga 119 ming so'm narxdan skidkada qo'yib beramiz bularni. Demak, ağa bularning inshu xatari bilan standart shunday bo'ladimi? Xuddi shunday, 119 ming so'mdan bo'ladi. 119 ming so'm. Ağa bu lekin siz aytib turgan narsa bu arzon narsani puli emas bu lekin ağa. O'zi 185 ming so'm sotiladi. Obunachilarimiz uchun 150 ming so'm narx belgiladik. So'ng yana chegirma etdikdan 119 ming so'mdan skidkaga qo'yib berganmiz. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Ağa benda Zara, undan tashqari, Vedayna kollektor, Chanel, Loro Piano, Tommy Hilfiger, undan tashqari Louis Vuitton, har xil brenddagi yaqinlar. Gap turganlarni opa-singillarimiz. Yaqinda TGFU ochildi. Toshkent Gumanitar Fanlar Universitetiga. Imенно shu o'quvchi talabalarimizga vizit tashlab o'tsak, ne deysiz? Bo'laveradi. Agar bizadan kelib bir guruhga seligint ketadigan bo'lsangizlar, har biringizga отдельный ajoyib sovg'a qilib beramiz, yaqinlar. Narxini chiroyli qilib beramiz. Ne dedingiz qahramona? Bo'ldi. Kelaversin. Agar seli guruhga kelsa, xo'p, ina berda obunachilarimizga 20 ming so'mdan yubka boshlanadi bizadan. Şurada okuyduğum barcha studentlar ishora kelib giyinib ko'ringlar. Ishora aytilgan narxdan yana skidka qilib beriladi. Agar shu skidka bo'lmasa yaqinlar, kelib turib bizning nomerlarimizni shuni telefon chaqirsangiz o'zingiz kelib hal etib beramiz. Lekin bunga umuman hojat yo'q. Nima uchun desangizlar, Firdaus Opton kiyim do'konlari hamma o'zini aytgan narxini, sifatini, gapini javob berib kelgan do'kon bo'ladi yaqinlar. Pastdagi nomerlarni aloqa chiqib kelaverasizlar. Adres topolmasangiz allaqachon tashlab beriladi. Endi undan tashqari qahramonlar yana nov yangiliklarimiz bor. Yubkalarimizdan aytib o'tdingiz. Yubkalarimiz ham zo'r skidkalarda turibdi. Endi shu yerda koftani bir tugatib bersak. Koftalarimizni. Obunachilarimiz uchun bu yerda 110-120 ming so'm sotilib turgan koftalarimizni atiga 85 ming so'm narxlarda qo'yib berganmiz. Ağa, siz hazırlash tursizmi yo? O'zi shuni yoqami hazırlash? Yo'q, yana o'zi narxlari realni yozilgan 120 ming, 89 ming, kanaldan kelganlar uchun 85 ming. Ağa 89 dan ham yana 85 mingga tushirib turibsiz. Ana studentlarimiz keladigan bo'lsa, ular ham yana aytilgandan ham 10% chegirmalarimiz amal etadi. O bilan to'xtamaymiz. O bilan to'xtamaymiz. Bu yerda galstuk bilan bircha Pekin mahsuloti bo'ladi. Ya'ni o'tga olishlar ham zo'r. Ertang, misol uchun bir kun yuvganda rangi qizarib ketadi, o'yja emas. Original mahsulotlarimiz. Narxi o'zidan ham zo'r. 60 ming so'm ya'ni. Yo'q, dunyo omonat botirsiz, yo'q, qahramona. Shunchalik no'shat foyda etacaksa hozir bu yerda. Bizlara foyda muhim emas. Muhim xalq roziligi. Xo'p, ikkinchi etajimizda o'g'il bolalar uchun yana formalarimiz tayyor turibdi. Xudo xolasa bularni ham narxlari bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Ağa, bu yerda asosiy shu o'g'il bolalar uchun любой narsa bormi shunda hozir? Xuddi shunday, любой narsa, kundalik kiyish ham bor, ko'chaga kiyish ham, ishni kiyish uchun ham, hamda maktab formalarimiz ham full variantda tayyor. O'quv sezonimizda demak o'g'il bolalarimiz ham tayyor qarochi. Xuddi shunday. Gap yo'q, yaqinlar. Asa obzorni boshlasak, Lara Piano, Bellanier brendlaridan bir ko'rsatib o'tasiz. Stefano Ricci bor ekan, Bellanier bor ekan. Ağa bular lekin sifati domuz zo'r o'xshaydi bularni qarang. Sifatlari yaxshi, o'tga olishlar ham zo'r. Asosiysi o'tib turibdi lekin. Ertaga rangi qizarib ketadi, o'yja emas. Xudo xolasa bularning narxi 85-90 ming so'mdan tepa sotiladi. 70 ming so'm aytarsiz hozir shundan menda skidka bo'lsa. Aytamizdan. Lekin sразу skidka aytib obunachilarimiz atiga 45 ming so'm narxdan qo'yamiz. Qaramasdan o'rtab
S45 hep. Siz az 70 değil mi ne disku? Axı özü narxı 70 min so'm. 45 min so'mgacha skidkaga tushgan. Nima o'sbet? Ağa buni studentlar ertang azotas bo'lib ketadi berlekin. Xudo xolosa bemalol yetadi. Yeng kaltasi yaraysa yeng kaltasi, uzuni kerak kaltalar ham bo'ladigan bor. bo'lsa uzun ham bor. Atiga 45 min so'mdan bu kichkinalar, bu esa kattalar uchun. Kattalar uchun ham hamma qarochi razmerlar yakilla topiladi. Lekin 45 ming so'mdan ağa oq ko'ylak men ichida ko'rmadim. Firdavsa kelsangiz bor 45 mingdan oq ko'ylak ko'rmagan bo'lsangiz, endi qarang. Chalurnam ko'rasiz, o'zi 150 ming so'm, 140 ming so'm sotiladi. Mana hozir bir 99 mingga tushiramizmi, shatamiz. ağa o'zi 95 ming so'mdan skidga tushgan ham ekan bu. Keyin yana 65 mingga tushiribsiz shundan mana. Xuddi shunday, kima sinisi, kima qarasi keraksa, shkolni ishimlarimiz atiga 65 ming so'mdan narxda. Ne может быть, siz. Ağa ya siz issida sal mazangiz qasdi. Ağa pes, yo pes bilan ikkinchi etajni umuman farqini qoldirmayapsiz. Ağa o'g'il bolalarnikini ham narxini sindirib yapsiz, qizlarnikini ham narxini sindirib yapsiz. Bo'lsa halqa bo'lsin, Firdavsda skidka bo'lsin. Yana 45 ming so'mdan go'ynaki, 65 ming so'mdan shimlarini bemalol kelib xarid etsalar bo'ladi. Gap yo'q, yakilla bir layqlarni bosib, haqiqatdan shunday narxlarda giyim olganmisizlar? Bolalaringizni maktab sezonida tayyorlaganmisizlar? Fikrlaringizni yozib ketinglar. Men to'g'risi o'zim kutmagan narsa bo'lib turibdi ağa. Bu bilan cheklanmaymiz. Sen ko'rib bu yerda har xil variantlari bor. Ko'rib turasiz, misol uchun 72 ming so'mdan. Ağa, Xalasala 60 ming so'mdan amina har xil turdagi assortimentdagi oq ko'ylaklarimiz Firdavs do'konida mavjud. Kichkinalarniki ham, kattalarniki ham narxlari har xil. Shunday sifati zo'r ko'ylaklar bor. Giyim sohasida yurganman-da, men og'am bor o'zi shuni sohasida shu yonda yurganman, lekin ağa siz aytib turgan baholarda men ko'ylak doğrusu 3-4 yil burun ham sotmaganman-da. Hozirlar bunday narxlarni ko'rib turibman sizdan ağa. Shunday однотонный, klassik, skromniy ko'ylaklarimiz narxlari 85 ming so'mdan 60 ming so'mgacha skidka bo'lib turibdi. Qo'ying ey. Bemalol Firdavsga kelib, o'zini yaqqan xalosa ko'rib olaveradi. Xolos olaymining finkalarimiz ham assortimentlarni ikkab qo'yganmiz seni. Finkalarni ko'rib turalarsizlar, Lacoste, Salvatini, Loro Piano har xil modeli bor ekan. Bular ağa sifatlarida o'zgacha kumuni, ya bir xilpirat turadigan modellardanmi deyman bu, eng? Xuddi shunday narxlari 150-160 ming so'mgacha sotiladi. O'zim ko'rsangiz seni, misol uchun Savlatini brendi bo'ladi, 230 ming so'mdan 115 ming so'mgacha skidga tushgan. Ağa eng arzon yerinde bu finkadan narsani arzon yerinde asalar az aytaman 180 ming so'm oladilar. Arzon olganda shunday bo'ladi. Xuddi shunday. Hali biz u bilan ham cheklanmaymiz. 115 ming so'm o'shada ko'rtirganini, saylaganini atiga 99 ming so'mdan kelib xarid etsalar bo'ladi. Ağa ne может lekin imonni bu narsani, imенно shu narsani lekin 115 ming shat chot beradi baga timoli sifat yuqori bo'lsa. Aksiya bo'lgani, yura aksiya bo'lsin deb skidga qo'yib bergan. Ha, u foyda zararına qaramay turibsiz ağa. Xuddi shunday. Demek yakilla уже sezon emasmi qarab o'tirmaysizlar. Imенно shu video chiqqan kuni уже ertangi kelish kerak. Sababi bera qo'yib turgan narx aytib qo'ying, bozorda ichida topa olmaysizlar. Nechun desangizlar уже bozorga odam girasam kelmay qoldi deysizlar ağa. Bera yesalayna o'zlarına yaqqani, o'zlarına ma'qul kelgan narxlarda saylab ko'rib olaveradilar. Oyoq kiyimidan tortib to ust boshina deyim bor. Xuddi shunday. Bu bo'limimizda kostyum shimlarimiz bor, ya'ni 1-dan 5-sinfgacha bolalar amal etadi. Yuqorida kletka modellari, pastda skromniy, однотонниylari, keyin skidkani eng zo'ri bor, ya'ni qarang, 250 ming so'm sotadigan kostyum shimimiz. Yo'q. Ichida polo rubashkasini bonusa qo'shib beramiz, hamda 250 ming so'mligini 199 ming so'mga skidka qo'yib beramiz. Hem narxini tushirib, hem ko'ynakini ham podarka berajaksiz. Xuddi shunday. Demakchi bilasiz, hech qachon ko'ynak kostyum chalurda bo'lmagan, qo'shib berilmaydi. Lekin haqiqat 250 ming so'm, 199 ming so'm. Yine mesela ağa balam prezident bo'g'y, iloyi prezidentga o'xshab katta odam bo'g'y deydi onlar uchun yine parlament svet, prezidentlarimiz giyadigan parlament, prezidentskiy svetlardan bo'ladi yine. Yaqinla gelsangizlar, ey ruchkalar ham bor. Yine 350-300 sotilgan ekan bu eng ağa. Bu modellar Euro modellar bo'ladi, 225 ming so'm skidga tushgan. Sifat ham o'zgacha o'ttiribdi buni ağa. Endi uni ham qimmat ko'radigan bo'lsalar, masalan, xalosa 229 ming so'm, xalosa 199 ming so'm, xalosa 160 ming so'mdan ham shunday variantlarni taklif etamiz. Ya'ni 160 ming so'mdan boshlanadi kostyum shimlarimiz. Ne может быть? Ağa lekin
199 ming bu yerda 225 ming hech narsa emas. Ne uchun o'zimizni farzandlarimizni alamiz qaga. Endi o'zlarimiz yaxshisini giydik. Bundan keyin ota-onamiz ham farzandlarimiz ham yaxshisini giyishga harakat etishimiz kerak aqa. O'zi ota-onalar hamma vaqt o'zini ravo ko'rganidan yaxshisini farzandlarına ravo ko'radi. Ha, o'lmang. Sifatli o'zlarini tayyor, xudo xolasa kelib bemalol xarid etsalar bo'ladi. Gap yo'q. Oyoq kiyimlarimiz ham endi shular mos, har xil turdagi, misol uchun Larapiano makasimiz bo'ladi, oq podushli. Narxlari atiga 90 ming so'mdan 55 ming so'mgacha skidga tushirib qo'yganmiz. 55 ming so'mdan shu modellarni bemalol kelib xarid etsalar bo'ladi. Chizqam tushmaydi ekan bo'ladi, enginaga. Xuddi shunday. Bu yerda keyin undan boshqa ham 69, 75 ming so'm, 85 ming so'mdan ham har xil assortimentdagi oyoq kiyimlarimiz bor. Yaqinlar yine o'g'il bolalarimiz giyman desa, haqiqiy chisi Larapiano götüralarzı degan bir Larapiano'ni top o'zidan ustlari zo'r ishlangan. O'zim ham shuni topishgan yaxshi ko'raman to'g'risi. Bularni necha so'mdan qilib beramiz aqa? Xo'p, bularning narxlarini 155 ming so'mdan skidga narxlarda qilib beramiz. Hazırlashdingiz hozirlikni, Yo'q, o'zi 220 ming so'm sotib turadik men. Yaqinlar shuni topishganlarni kim necha so'm ko'rgan, yaxshi ketinglar. Bunday narxda lekin men o'zim qimmatanman lekin haqiqat aytaveryapman. 150 ming so'mdan skidga qo'yib beramiz. Ne может быть? O bilan to'xtamaymiz. Bu bo'limimiz egasini oq kunak chalur hammasi. Undan boshqa ham bu yerda yana oq chalur nomzorlar original Tureski finkalarimiz, rubashkalarimiz ham yetib keldi bizlara. Bularning narxlari 220-200 ming so'm sotiladi. Skidga 150 ming so'mdan bularni ham bemalol xarid etsalar bo'ladi. Voy, bu og'alekin nahni o'ta darajada yig'latib tasodiq-ku bu. Kiton firmani kam bor ekan. Kiton ko'pchilik biladi, lekin zo'r firma bu lekin qahramon. Original narsalarimiz yana 155 ming so'mdan bemalol narx qo'yishingiz nechta sal xatomi dedim? Yo'q, zakonniy. Zakonniy narx, ha? Bedena har xil assortimentda chalurlar ham kimanchiki kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol assortimentlarni saylab olsalar bo'ladi. Yaqinlar götüranizi, fikrlaringizni yozinglar. Imenoy fikrlaringizni yozinglar. Bize imenoy novlara e'tiborni qaratik. Imenoy shu Firdavs do'konida novlar bo'lishini, novlar ko'proq kime nechik narsa ma'qul bo'lishini xohlagan bo'lsangiz, fikrlaringizni yozib ketinglar. Xudo xolasa qahramonam bilan birgalikda o'ylab chiqib, ne tolqa 4 kunlik filialimizda, barcha filiallarimizda kamchiliklarni, xatolarni to'g'rilashga harakat edamiz. Ne dedingiz qahramon? To'g'ri. Birgalikda fikrlarni yozsalar, o'rganib chiqib, xato kamchiliklarni bartaraf etib, hamdasa eng zo'r aksiyalarni qo'yib borishda davom etamiz. Sizlarni qo'llab-quvvatlab tursangsizlar, bo'ldi. Narxlar bo'yicha umuman muammo bo'lmaydi. Sababi sizlar shu bizlarga takliflaringiz, idealaringizni, zalbalaringiz, no'u fikrlaringiz bo'lsa, hammasini kommentariyada yozinglar. Shularni ko'rib chiqib qaytib, sizlar uchun ne tolqa bu sifatni yuqori olib chiqamiz yaqinlar. Narxni esa shuni tasab qo'yamiz yaqinlar. Bizdan bilasizlar 100% gapimizga javob berganmiz. Imenoy Firdavs do'konidan ham bemalol shu gapimizni kutsangizlar bo'ladi. Sababi narxlar 100% javob beriladi 10 darajada sifatli. Xuddi shunday. Bu yerda yana geobollar uchun ham, o'quvchilar, studentlar uchun ham kostyum shimlarini ham zo'rlarni ekkab qo'yganmiz. Bularga sizda yana sportivkalar ham bor ekan. Sportivkalar, undan boshqa yana sunnat to'y sezoni ham xudo xolasa adamin boshlanadi. Hamdasa og'asi uylansa, bilasiz, kichkina ukalar yonida kostyum chalonni podmasatib giyib yuradilar. Har xil assortimentlari. Xudo xolasa do'konimizda bor kostyum shimning ham assortimenti ko'p. Eng modniy modellaridan xullas aqa. Xuddi shunday. Shunday yaqinlar giyib yurganlaringiz masalan uylanajak bolalar bo'lsa aqa ya o'qishga boshqa yerga deydigan bo'lsalar bemalol kelsalar, yaqinlar go'bollara shu videomizni tashlab qo'yinglar yaqinlar. Go'bollar kostyumini oldingizlarmi? Yanında babi sportivkisi ham olinishi kerak. Chunki gelin taraf sportivkisini qo'yadi. O'zingiz kelib birgalikda tanlanglar. Meni maslahatim. Buna bu sportivkini olib borsan, u yoqmay qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. To'g'rimi qahramon? Kostyumni kelib o'zingizni ayolingiz bilan birga tanlanglar. Sportivkini siz giyasiz, og'alar, ukalar. Shu sportivkini kelib ham o'zingiz tanlasangizlar bo'ladi. Birgalikda. Endi qarang, bu yerda, bu bo'limda xalqimiz uchun endi manfaatli deb o'ylayman o'zimning fikrim. Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Xo'p, qarang, shu kostyum chalurlar o'zi kami 900-950 ming so'mdan. To'g'ri. Arzon olsa 800 ming so'mga xarid etishlarim. Arzon yerinde. 650 ming so'mga tushirganmiz, yana 800 ming so'm o'zimiz ham sotganmiz. 650 ming so'm narxda turibdi. 650 ming so'mga. 650 ming so'mga turibdi. Endi qarang, buni zo'r yeri bor. Bu to'y atadonlara bizadan to'yana deb tushunsalar ham bo'ladi. Hadiyada to'yana, ya'ni hadiya. Qarang. Ikki jorasi birga bola keladi.
özünü ko'nglida edi, bosh oyoq ishidan kostyum shimini xarid etadi. Avan. Faqat yo balaga bir dana patinkasi qo'lini ushamayman. Saylagani 300 mingnikini giyami, 400 mingnikini, 200 mingnikini saylaganini bonusga qo'shib beramiz. Bir dana sifati zo'r bo'lgan oq ko'ynagini qo'shib beramiz. Plus remini necha bizadan giyobol uchun bonus bor. Ağa şunda ey siz düşünmedim mi? Hem 600 milyon buna 650 milyon verseniz Xuddi shunday. hem bir tane patinkesi hem göyneki. Hamda reminini bonusga beramiz. Ey kahramanım ben özüm giyinip ketemelli ki. Gemalalina gelir. Özüm giyinip ketemelli ki. Ağa. 2 dana jorasi to'kkanda yanısida 3 dana kostyum saloni olasiz. Yine patinkasi remini Yo'q, oq ko'ylagi Firdavs do'konidan ana shunday mo'shti oyoq kiyimlarini ham podarkiga berib beramiz yine. Yok ey tüm molu çizgam düşmüydü koy buna. Kahramana siz ücret tursuz lege işana verin. Yo'q, yine Donsuz keladilar. bir- Realni aksiyalarimiz shunday. Ağa siz bugün dum eseri atırsız lege bu nakla boyunca ne işana verin. Üzerimiz yine de 10 derecede gettipmiz. Doğrusu bir de. Ağa siz hem kostüm salonunu bersiniz, hem patinkesini, hem güyneki, hem rimini beredin bir de mena kan ağa. Fayda nereye gitti tuttu? Ağa foyda kerakmidi? Xalqimizga nafimiz desa bo'ldi. Yakilla doğrusu ben özüm doğrusu azı sezon mez hatta doğru. Lekin ucu sentyabrda toy sezon başlanadı. Ülenemen, toy yatırman, başka yatırman ne ağa opasingil ülkelerimiz bolsa bemalol gelseniz boladı. Ne için? Tavsiye bilecekim kostümünü alıp dursular. Patinkesi berilse, göyneki berilse, rimini berilse, baştan ayak standart tayar bulup dursular. Gel özəyiz bahabert gönünglə standart ondan taşqarı sifət yukarı premium oladı. Ondan taşqarı narx ötə dərəcədə arzan oladı. Kan indi kahramana bir də ayak kimlərimiz var ekan. Bir də mənimcə köpçülüki detski, lekin muskoy oladı, hein? Oğullarımız üçün. Ne detski krasopkalar 85 ming so'mdan krasopkalar, xalos olay berdi 45 ming so'mdan har xil assortimentdagi setishni patenkalarimiz bor. Endi krasopka bölümü o'tgan vaqtda bu pastdagi yaqindan ko'rsatasiz yine. Eko bo'ladimi, polo bo'ladimi? Shu pastdagi ko'rib turgan necha xil krasopka ko'rib turgan bo'lsangiz, misol uchun yine shular Amazon Tommy trenddagi krasopkalar 150 ming so'm, 165 ming so'm, 140 ming so'm sotilgan krasopkalarimizni atiga 99 ming so'mdan kelib xarid etsalar bo'ladi shu krasopkalarimizni. Oqi, qarishni, serisini hammasi atiga 99 ming so'mdan Firdavs do'konida skidkada. Ağa şunda siz azı iş xatar. Ey siz yine əzirləşdirsaq, kahramanım mən iş anasını gəmir tutdu. Siz bir anda 99 min son deyisiz, bir de 117 min son göstürdük. Hop yazılarsın, videoda aytılgan narxını bilsinler. 99 min so'm gəsindən şimdi doğru alıp kassada 99 min so'm pulunu sanaba ikitersinler bemalol. Narxına aytılgan gap bilmese cevap veramiz. Axır mən 150 min son boğan. Bu yine 117 minə düşkən. 117 mindən yine şunda 99 min. 99 min so'm skidka. Ey ağa siz degan bemalol gelip xarid etseler bo'ladi. İşana verin, en elde olasınız eğer şimdi arzan narx yukarı sipette bo'ladimi bo'lsa ağa Xudo xolasa o'zgacha narxlarni ko'paytirib tursiz. Ben de ondan tashqari ağa vitrovkalar, sportivkalarimiz bir göstib o'tik ağa. Bemalol. Sportivkalarimizdan bir göstdik. Özüm doğrusu sportivkicilizim ağa. Ucu salqın tushgandan keyin ko'rib turganingiz ağa hozir ko'pchilik ucu shu narsaga o'tadi lekin. Hop, sportivkalarimiz narxına keladigan bo'lsak, xo'sh. Ne berdi? Birinchi bunda velikan razmerlari bor ekan. Katta razmerlar. Ya'ni 54 dan 62 gadan bo'lgan razmerlari bo'ladi. Bu tarafda 48 dan 54 gacha bo'lgan razmerlari bo'ladi. Xo'p, ana bu ko'rib turgan sportiv kiyinsni shu bir, ikkisi bor. Buni faqat 2 dan emas, hozir sezon bo'lmagani uchun ko'pisi chiqarilmagan. Ana shu 2 modelni 5 xil sveti bor. Xo'p, narxına keladigan bo'lsak, atiga 199 ming so'm skidkada turibdi. O'zi 280 ming so'm sotilgan modeli. 280 min satılgan model hozir 199 min so'm. 199 ming so'mdan skidkada turibdi. Buni hozir bu yerda ikkisi ko'rinib turibdi. Yana 2 xili bor, 4 xil rangi bor buni do'konimizda. Endi ağa sizga yana bir ko'ring aytaman. Agar imino bizning kanalimizni ko'rib keldik desalar, ba'zi futbolchilar shuni ile berib bilamizmi? Beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Beramiz obunachilar. Yaqinla Firdavs kanalımıza, Instagram profillerimize abone olup, öz fikirlerinizi komentarda yazıp, şu ağamızın nömerini yazıp,
aloqa gelsangizlar, imенно shu videoni ko'rdim desangizlar, imенно sportivga olib ketaman desangizlar, bazaviy futbolchidan ham shunday hadiya qilamiz deb turibdi. Ana so'zimiz so'z, qahramon. Söz bemalol keladilar. Sportivga xarid etadi. Ne только o ikkisi, shu yerdan любой tur sportivga asala bo'ldi, birdan bazaviy futbolchisi bizani hisobdan tegina. Любойna. Ana yaqinlar bu yerda faqat bu ikkisi emas, ganglar ko'rsatamiz. Bu anda yana ko'rib turgan yuqoridagi любой xil sportivkamizni, shu guzakda giyaman, salqinda bir nima tasavvuriman deganlaringiz bo'lsa, bemalol kelib xarid etasizlar-ku. Bazaviy futbolchisi beriladi, shunday bazaviy futbolchilar beriladi sizlarga yaqinlar. İçinde shunday hadiya, unga pul to'lamaysizlar. Undan tashqari bu anda endi qahramona YouTube'dan bir niyabişin vitrovkalarına muzakir. 200 sezona tayyorlanib başlayamiz. Yangiliklar ko'p. Endi buni hozir narxini aytgandan nasib bormi yo'qmi bilmayman. Yo'q, aga buni lutsi minni qilik. Shuni keyingi videomizga qo'yik. Ne dediniz? Chunki bu hozirgi yoz oyimizni sezonni tugatib olik, xudo xolasa. Aga bu boshlanishi qishqamini yozda yurgan yeri bor. Yaqinlar. Ağam aytganni qishni g'amini yozda ko'rdi turibdi. Bu haqiqat ne uchun hozir bahası yana arzon ham turibdi. Yana 130 ming so'm qarang. 130 ming so'm. 130 ming so'm yaqinlar hech yerda vitrovka yo'q. Hatta bu ağa 120 ming so'm bir obishni finki oladilar eng o'zindan. Xuddi shunday. Finki yaqinlar, finki aroqda dursun. Sizlar vitrovka olib ketasizlar. Buni endi hozir basini bassa ko'z qo'ydi. Keyingi videomizda yana o'zgacha yangiliklar qilamiz yaqinlar. Xudo xolasa ko'rib tursizlar, narxlar o'zine javob beradi, sifata javob beradi. Eng asosiysi qahramonimiz aytilgan narx bilan aytilgan gapi chiqib turgan sifata 100% javob beradi. Xuddi shunday. Endi qara bo'ladi. Endi shu o'rinda hozir biz Jenskiga 49 ming so'm, 45 ming so'mdan futbolga qo'yib berdik-ku. O'g'il bolalarning yaxshi. Ular yo'q mana. O'g'il bola, qani bir yangilik eting. Ana shu ko'rib turgan modellaringiz yaqali bo'ladi, ya'ni o'rta yoshlar ham tushadi uni bor. Katta yoshdagilar ham tushadi, u modellardan bor. Xo'p, ranglari ko'p, sifatlar ham a'lo darajada, yozning eng zo'r futbolkalaridan birisi bo'ladi. Yana yaqinlar. Havo o'tiradi o'n ekan o'zi ham. Xo'p, bo'lib ham narxlari 75 ming so'm sotilib turibdi endi. Hozirgi kunda 120 mingdan 75 ming so'mgacha skidga tushib turibdi. Buni endi 59, 69 demaymiz. Pastdan 45 mingdan qo'ydik, bu yerda ham 45 ming so'mdan. Shu 1-2 qatorni seli 45 ming so'mdan qo'yib beramiz. Kelib bemalol xarid etsalar bo'ladi. Sizning shu 1-2 qatorni 45 mingdan qo'yasizmi? 45 ming so'mdan qo'yib beramiz. Ey, men doğrusağa dilim aylanmayacak bu neyse doğrusu. Siz ne deydi bir gender tengligi ham bir-birine doğru gelmeye tuttu doğrusağa. Yine yazgı tugatish aksiyaları bo'lardi. Gelip 45 ming so'mdan yo'naklarni xarid etsalar bo'ladi bemalol. 75 ming so'm tushdi. Yine birem 59 ming so'm axirda yine. 59 mingdan shundan standart 45 ming beramiz ağa. Xuddi shunday 45 ming so'mdan kelib xarid etib ketadi. Ne может быть ağa, lekin lekin hikmet bor, barakasini bersin ağa 1000 so'mdan haqiqatan. Yaqinlar ko'rib turganlaringizni, minnatlarimizni qadrlagan bo'lsangizlar, bir like'larni bosib, fikrlaringizni yozib ketinglar. Bolamni uylantirajekman, ya maktabga yuborishim kerak, ya qizimni maktabga yuboratirman, ya chiqarishim kerak deganlar bo'lsa, bemalol kelinglar. To'ychi opa-singillarimiz uchun ham ajoyib chegirmalar qilib beramiz. To'g'rimi? Bo'ldi, bemalol chegirmalarimiz bor. Yaqinlar, imенно bizani aytib kelsangizlar, to'ychi akalarimiz bo'lsin. Любой bir kelgan mizoz, xudo xolasa bizani aytib kelsalar, ajoyib chegirma narxlarda chiroyli sifatda aytilgan gapimizga javob bergan holda mahsulotlarimizni sizlarga taklif beramiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsangizlar, xudo xolasa sizlar bilan Firdavs Optim kiyimlar do'koni bo'ldi va qahramon ham. Xudo xolasa pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsangizlar, lokatsiyalar tashlab beriladi, barcha batafsil ma'lumotlar beriladi. To'g'rimi qahramon? Xuddi shunday. Undan tashqari ham ish vaqtimizni aytib o'tsak, ertalab 9:00 dan kechki payt 23:00 gacha, ya'ni 9 dan kechki 11 gacha ishdan chiqib, bemalol o'zlariga qulay bo'lgan vaqtlarda xaridlarni amalga oshirsalar bo'ladi. Bemalol kelasizlar akalar, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'lasizlar. Barchangizga Firdavs Optim kiyim do'konida kutib qolamiz. Sog' bo'lasizlar.